Hammaga assalomu alaykum bolalar. Bugun biz Minecraft Survival o'ynaymiz. Videoni boshlashimdan oldin kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Biz sog'lanib oldik. O'yinni boshlaymiz. Bilan suvga tushib ketdim. Mana yerda ko'mir bor ekan. Voy. Chiqishimizga yo'q ko'mir paydo bo'lganini qaranglar. Bolalar, seryoz aytaman, o'zim qo'yganim yo'q. Nima qilmayapman? Yur. Seryoz aytaman, o'zim qo'yganim yo'q. Mana daraxtdan topib oldik. Endi buni chopamiz. Bu bizning survivalimizni birinchi qismi. Qismli qilamiz. Xo'p, uylar quramiz, hali har xil katta joylarni qurib tashlaymiz. Sizlar kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ysangiz bas. Biz hammasini eplaymiz. Mana hali bizga ko'p daraxt kerak bo'ladi. Nima bo'ldi? Barot bo'ldi. Stop. Hozir xo'p, yuramiz. Inventarni ochib, hammasini taxtaga aylantiramiz. Verstak. Hozir verstak yasab olamiz. Endi chutta tayoqcha yasab olamiz. Endi verstakni qo'yib, biz o'zimizga kerakli instrumentlarni yasaymiz. Hozirchalik mana shu ikkalasi kerak xolos. Inventarni chopib olamiz. Olamiz endi. Yaxshi lekin amali. Sizlar kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Nima qilamiz? Teparoqqa chiqib olib, chopishni davom ettiramiz. Davay bolalar. Biz yaxshi atlet. 1 2 3 4 5 ta. 5 ta bo'ldi. Mana bolalar, endi biz ko'mirlarni bitta olishda davom ettiramiz. Boshlaymiz. Bitta tayyor. Ikkita. Uchta. To'rtta. Qani yana bormi? Ko'mirlar. Ana, yo'qmi boshqa ko'mir? Ajicha titib ko'raveraylikchi. Tosham yaxshi. Taxtali instrumentlar toshga o'zgartirib olamiz. Ajo'mas hozir. Toshga o'layotganimizda ko'mir chiqib qolsa. O'nta tosh bo'ldi. Hech 30 tacha qilib olaylikmi? Kelinglar bolalar, men 30 tacha qilamiz. Bu yerda men tezlashtirib qo'yib beraman sizlarga. Xo'p, mana. Tez bo'lsa ishimiz ham yaxshi bo'ladi. Bir stak qilaveraylik bolalar. Mayli, bir stakka ancha vaqt ketadi. Hozir mana shu 30 ta qilib chiqib ketamiz. Mana 26, 27, 28, 29 ta bo'ldi. 30 ta. Mana bolalar, biz 33 ta qilib oldik. Yodali. Qorong'i tushyapti ekan. Zombilar spawn bo'lmasdan tez. Bolalar, qarorgohim shetga quraymi? Shet mana qarorgohim bo'ladi. Kommentariyaga yozib qoldiringlar fikringizni. Men bu qismda, mana shu qismda qarorgohimni shet qilaman. Hozir uxlab yorug' tushguncha kutamiz. Ungacha momentlarda to'g'irlab chiroyli qilib turaman. Birinchi o'zimizga chiroyli zo'r narsalar yasab olamiz. Ne qilib
Ana qani kirka. Kirka olamiz. Endi nima yasamoqchi edim? Fakel. Fakel yasaymiz. Bitta yasab, to'rtta yasab olsa yaxshi. Bittani uyimiz atrofiga, uyimiz ichiga qo'yib turaylik. Endi nima qilamiz? Keyin mekka qo'ysak, stop. Mashika qo'yib bo'ldi. Uyimiz atrofida, uyimiz ichida zombi moblar spawn bo'lmaydi. Bo'ladi. Yaxshi, ana. Yaxshi-da. Nima bo'ldi? Mana shu chetini 4 qavat qilaveraylik. Ham o'zimizga tosh ko'payadi, ham chiroyliroq, yaxshiroq bo'ladi. Bo'ldi? Nima deysizlar? Fikringizni kommentariyada yozinglar. Menga kerak. Hammasi. Yorug' tushgunicha stop. Yopib yopamiz. Yopib bo'ldi. Mana qilib, keyin uyimizga yorug' tushishini kutamiz. Keyin uyimizga qulayroq joy topamiz yorug' tushsa. Tak. Bo'ldi. Bitta fakel o'rnatib, keyin bitta fakel. Mana yetadi. Bo'ldi. Endi jigarsiz kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ysangiz, men hammadan eng zo'r bo'lib ketaman-da, bo'ldi. Yangi kanal, eski kanalim qanaqadir video qo'yib bo'lmaydigan bo'ldi. Bo'ldi. O'shuning uchun men yangi kanaldan yangi tandirdan uzilgan videolarni qo'yib boryapman. Bu birinchi video. Shuning uchun sal-pal hayronyapman. Anchadan 1 oydan oxirgi marta 2024-yilda video qo'ydim, o'shungacha hayronim bosyapti meni. Bo'ldi, chetida stop turamiz. Yorug' tushishini kutamiz. Sizlarga ham uzoq qo'yib turmayman-da. Bo'ldi. Stop turaman. Mana stop turadi, qani yorug' tushdimi ekan? Ancha bo'ldi-yu. Yana yorug' tushyapti ekan. Bo'ldi. Yaxshi. Endi men bitta narsalarimni olib suraman. Ketdi. Fakelimizni olsak. Toshlar 64 ta bo'lib qoldi. Kelashini bir stak qo'yamiz. Bunda chopaylik. 62 63 ta. Ana. Jigar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Biz mana bu yerdan ketamiz. Desam, nima qorong'i tushib qoldi. Jigar. Mana ketaverdik. Bet yoqmayapti menga. U panda. Ya'ni bitta urushib ko'ramiz panda bilan. Boltada ursam meni hozir ana skeletga otib yubordi. Bola tashavordi video. O'yin tashavordi, ko'tarmadi. Hammaga xayr.